Ba'zi bir holatlarda uyda egalari ikkilanib turgan holatlar bo'ladi. Xo'p, sanuzulimga vanna qilsammi yoki dushovoy trap qilsammi degan savol bo'ladi. Agar uyda faqat yoshi kattalar yashaydi, ota-onam uchun qilaman bu sanuzulni desa, biz unda maslahat beramiz, faqat dushovoy trap yasab berishlikni. Agar bu xonada, misol bolalarim bor, 6-7 ga kirgan yosh bolalarim bor desa, unda biz vanna taklif qilamiz, chunki vannada yosh bolalar mazza qilib cho'miladi. Vannaga suv to'ldirib berasiz, bola basenda cho'milgandek yayrab cho'miladi. Dushovoy trapni agar bu sanuzuldan ota-onangiz foydalanadigan bo'lsa yoki siz yangi kelin-kuyov bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizga dushovoy sanuzulni taklif beraman, chunki bu dushovoy juda ham foydali. Sizda shunday kirasiz, cho'milasiz, chiqib ketasiz. Agar bu dushovoyni ota-onangiz uchun qilib beradigan bo'lsangiz, maslahat beraman, yoniga bitta kichkina missitel va bitta stul yasab berishlikda, chunki o'tirib tahorat qilishlikda juda ma'qul joy bo'ladi. Bu videodan keyin qaror qabul qilishingiz oson bo'ladi degan umiddaman. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.